a'lochi bo'lish. Keling, teskarisini sanaymiz. Salbiy fazilatlarni sanaymiz. Men boshlab beraman. Dangasalik mana. Aytdingiz. Ish yoqmaslik. Odinaga. O'zingni tutib qol. Ha. Tezlashamiz. Odina. Gapga kirmaslik. Ha, tutib qol. Tut uchidan. Yomon odatlar egasi bo'lish desak to'g'riroq bo'ladi. O'zingni tutib qol va Jalilga uzat. Tezlashamiz. Yaxshilab. Men nima qilish? Xo'p, o'zingni tutib qol va Mubinaga uzat. Xo'p. Mubina? Odobsiz bo'lish. Bo'ldimi? Ota-onasining yuzini yig'ib. Ha, ota-onaga munosib farzand bo'lmaslik. Mayli. Bo'ldi, tegma. Qarang bolalar. Sal tortib ushlang. Qarangchi nima hosil bo'ldi? Nima hosil? Narzullarga qarshi chalib qo'ying. Narzullarga qarshi chalib qo'ying. Narzullarga qarshi chalib qo'yamiz. Qarang bolalar, o'rgimchak to'g'ri hosil bo'ldi. Agarda biz salbiy fazilatlar egasi bo'lsak, xuddi mana Nozim o'rnida o'rgimchakning o'ljasi turibdi. Telefon o'ynasak, darsga kech qolsak, uyga vazifalarni bajarmasak, tartibsiz bo'lsak, hamma mana shu yomon odatlar egasi bo'lsak, o'rgimchakning o'ljasiga aylanamiz. Jamiyatda o'rnimizni topa olmaymiz. Komillik bizga nasib etmaydi. Ota-onamiz ham qiladi, xafa bo'ladi. Demak, faqat yaxshi ijobiy fazilatlar egasi bo'lish